Rayhonning konsertidagi obrazlarni razbor qilamiz. Qani ketdik. Men Rayhonni juda ham hurmat qilaman. Kichkinaligimdan buyon Rayhonni eshitib katta bo'lganman va ko'zlaridan, o'zlarini tutishlaridan nejniy, og'ir bosiq insonligi bilinib turadi. Stilist bo'lgan holda o'zimni мнением bilan bo'lishmasam bo'lmasdi. Konsertidagi kiyimlarni sizlar o'zinglar mendan razbor qilib berishni so'radinglar. Поэтому начинаем. Men 47 yashar ayoldan bunaqa zo'r xoreograficheskiy tanzlar kutmagandim. Bu konsertlardan so'ng men уверен ayta olamanki, Rayhon bizning O'zbekistondagi Jennifer Lopez. Bu obraz aslida tango stiliga va jaz stiliga juda ham yaxshi tushgan, lekin siluet juda ham eskicha ko'rinyapti va bu pistonli material arzon ko'rinib qolgan. Menimcha bu fasonni sal zamonaviylashtirib minimalizm berish kerak edi. Aynan mana shu siluetda kiyimni tavsiya qilgan bo'lardim. Menimcha patla bilan Rayhonni xarakteridagi yumshoqlikni подчеркнуть qilsa bo'lardi. Yaltiroq plashni sal qattimroq materialda qilish shart edi. Uni qimmatroq ko'rsatsa bo'lardi. Atak buni приталенный yoki yopiqroq siluetda qilsa bo'lgan bo'lardi. Keyingi ko'ylaklari bu арабское танцевальное платье. Конечно, bu platya naqshli, ham yaltiroq. Bittasini tanlash kerak edi. Yoki yaltiroq bo'lishi kerak, yoki faqat naqshli bo'lishi kerak edi. Конечно же, минимализм всегда дороже выглядит. Общий полный tillarang bo'lishi mumkin edi. Sochaloqli kiyimlar ana это любит. Boshlariga qanaqadir aksessuar bo'lishi mumkin edi. Yoki kapishon. Menimcha mana shunaqa siluetdagi kiyimlarni sal yopiqroq bo'lganida juda ham zamonaviy ko'ringan holatda butun konsertda obrazlari bilan, qo'shiqlari bilan, живой голосlari bilan yorvorgan.